Ya'ni tarixiy nuqtai nazardan ham birlashishimizni boshlashimiz kerak. Kim boyagi Ibn Sino? Marhamat. Ilmiy ishlar qilinglar, ilmiy tadqiqotlar qilaylik birga. Kimniki Ibn Sino? Va ikkinchi qadamda ma'lum bo'ladiki, Ibn Sino meditsinasi yaxshi bo'lgandek. Meditsina masalasida kimga kelyapsizlar hozir? Men aytardim g'ayrat o'ziga qo'rqmasdan, meditsina masalasida biz Tojikistonga qatnab turganimizda aytardim. Ibn Sino tojiklarniki degan bo'lardim. Al-Xorazmiy bugun xorazmliklarniki emas, xafa bo'lmanglar xorazmliklar. Men o'zim Xorazmdanman. Al-Xorazmiy bugun Janubiy Koreyaniki, bu Tayvanniki bugun. Shu yaratib bergan nimani olib ketdi. Shuning uchun azizlar, bu Ibn Sino meniki, Al-Xorazmiy fors bo'lgan. Bu shu darajada absurd narsalarki, agar buning ustida biz talashadigan bo'lsak, dunyodagi eng boyagi o'zining kimligini tushunib yetmagan va kelajagini ko'ra olmaydigan bir hudud sifatida ko'raman. Shuning uchun qo'yinglar, aqlli bo'laylik va birlashaylik.